Samolarni titratgan Ra'd surasining qanday mo'jizaviy fazilatlari bor, bilasizmi? Bu sizni aniq hayron qoldiradi. Ichki xotirjamlikning yo'qolishi oqibatida qalbingizning huzursizligi, depressiya, ruhiy tushkunlik, stress, vahima, vasvasa, negativ energiya sababidan holsizlik singari muammolarda va Alloh bilan orangizni isloh qilishda, iymoningizni kuchaytirishda sizga juda ham ko'makchi bo'ladi. Bundan tashqari farzandingizning mo'jizaviy o'zgarishlarini ko'rishni istasangiz, agressiyasi bosilib, sokin, halim holatga kelishini Allohdan so'rab, avvalo uning haqqiga ko'plab istig'for ayting va doimiy Ra'd surasini o'qing. 7 kun davomida bu amaliyotni bajarib sodir bo'layotgan farzandingizdagi yoki agressiv yaqinlaringizdagi o'zgarishlarni ko'rib, shu kunga qadar fe'l-atvor o'zgarmaydi deb bong urib kelayotgan ba'zi bir mutaxassislarning fikriga qarshi go'zal tajribani o'zingizda sinashingiz mumkin.